Bu issiqda opa burningiz aqib, labingizga yopishib qopti lekin. Bunaqa noqonuniy narsalarni men ololmayman, uzr. Ye. Voy opani o'ltirib berdik. Welcome brother. Yo'q qo'ydi. Yumayman keting aka. Men nima sizga mo'ykachiman, aka. Keling, azizi yoping. 20 ga. Bo'ldi mana 20 ga. Opa, meni ko'ryapsizmi, raqamlarni? O'ta halol odamman-ta men. $60. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 5 yulduz qo'yib ketdi. Qo'yassam-ta, qo'ymang hamchi. Aka, bitta narsa o'ta qiziqda menga. Bunaqa ponchigimiz yo'q, shu kallangizni nimaqa eginchi. Bo'ldi. Multfilmda bizni aldashgan ekan. Bemalol ketilaveradi. Ponchig meni nima qiladi? Jinni. Yana senmi? Seni urug' aymog'ing bilan o'tgan safar ko'rishuvdim men. Bilmay deb o'yladim bunaqa qila olishimni. Tentak, men matrisada yashayotgan jinniga o'xshayapmanmi? Qaqra to'ta. Ana ko'rdingmi, men norozi edim, Xudo urdi seni. Assalomu alaykum. Shep. Yo, shep. Men noqonuniy ish qilib qo'ydim. Chotanito. Buni yo'qotishimiz kerak. Va yo'q qilib berishimiz kerak. Dalil yo'qoldi. O'ta yo'qoldi.